Ota-onalar farzandlarini doim aqlli, hammadan zo'r va oldinda bo'lishlarini xohlaydi. Bu yaxshi, ammo ideal va muvaffaqiyatli farzand degan tushunchalar qaysi standartlarga ko'ra o'lchanadi? Oramizda qancha insonlar ertalab o'zlari xohlamagan, jamiyat tiqishtirgan orzularni amalga oshirish uchun ishga, o'qishga boryapti. Bu holatlar faqat bizni emas, barcha davr va mamlakatlar muammosi. Yo'qsa, nemis yozuvchisi Hermann Hesse G'ildiraklar ostida kitobini yozmagan bo'lardi. Asosiy qahramon Hans maktabda juda ham a'lochi va itoatkor bola bo'lib ulg'ayadi. Doim unga otasi ham, ustozlar ham sen buyuk odam bo'lasan deb aytib kelishardi. Lekin nimadir bo'ldiki, u o'zining qiziqishlari va yaqinlarining xohish-istaklari orasida yo'lini yo'qotdi. G'ildiraklar bu ramziy ma'no. Shaxsni qolipga soluvchi ta'lim, jamiyat bosimi, ota-onaning kutilmalari bu g'ildirak. Va u aylanaveradi, Hans esa ular orasida qolib ketadi. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni yovuz ijtimoiy qatlam talab qiladigan shablonlardan ehtiyot qiling. Ularni g'ildiraklar orasida qolib ketishlariga yo'l qo'ymang. Kitobda o'zini ko'rganlar, o'z hikoyangizni izohlarda yozib qoldiring.